Allohimning marhamat, mehribonligi va izni bilan bizga mehri tushgan mehribonlarim, bizga mehri tushgan mehribonlarim, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Bilganlarim, yana qancha bilmaganlarim, Alloh uchun sizni yaxshi ko'raman. Bizni yaxshi ko'rgan mehribonlarim, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Allohni rizoligi yo'lida qalbimizda qanchadan qancha haqning inoyat mukofotlari bor. Biz olam ahlini yaxshi ko'rib, bir-birimizni, jumla jahonlarni, Alloh yaratgan bu mavjudot va maxluqotni yaxshi ko'rib yashaymiz. Allohning rizoligi yo'lida bu olam ahlini va har bir inson atalmish taborak zotni cheksiz mehrlarimizga o'rab, haqni rizoligi yo'lida yaxshi ko'ramiz. Mavjudot va maxluqotlarni, yer va osmonlarni, jumla jahonlarni, dov daraxtlarni, Allohga hamd sano aytguvchi mavjudot va maxluqot va sayyoralarni, cheksiz Allohning inoyati va mukofoti bo'lmish 18,000 olamlarni haqni rizoligi yo'lida yaxshi ko'ramiz. Robbim, Parvardigori olam, siz bizga ato etgan bu umri aziz, siz bizga muborak bo'lg'ay azizlarim. Har bir kun, har bir shirin nafas, jumla jahonlar siz bizga haqning inoyati mukofotlaridir. Jumla jahonlarni, 18,000 olamlarni, tabarruk inson zotini haqni rizoligi yo'lida yaxshi ko'rib, har bir kun, har bir shirin nafas uchun Alloh taologa hamd sanolar aytib, muborak bu siz bizni umri aziz atalmish jumla jahonda ezguliklar bilan bog'lab turgan bu 18,000 olam ahlini bu muborak kunlar, oylar, yillar bilan qutlab kirib kelayotgan yangi yillarni da hammamizga, siz bizga, jumla jahon 18,000 olam ahliga muborak va mukofot bo'lsin deya haqdan so'rab, Alloh taolo Parvardigori olamga cheksiz hamd va sanolar aytamiz. O'ziga banda qilib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ummat qilib, shunday jumla jahonlarni yer sharida bir jannat makon ato etib qo'yish, jumla jahonlarning Allohdan odam atomizdan shu kunga qadar xalifatul inson qilib yaralganimiz jannat makonlarda tavallud toptirib qo'ygan Tangrimizga hamd sanolar aytib, jami o'tgan azizlarimizni ruhlari shod bo'lsin deymiz. Siz bizga hamisha yori madadkor bo'lgan muqarrab farishtalar, farishtai maloiklar, jamiki siz bizga yori madadkor bo'lgan azizlarimizga tashakkurlarimizni aytib, jumla jahonimizni, siz bizni qalbimizni, siz bizni mehr bilan o'rab turgan borliqni mehrimizda ardoqlab, qalbimizda sevib, Allohning rizoligi yo'lida sevib e'zozlab kirib kelayotgan yangi yillar siz bizga muborak bo'lsin deymiz azizlarim. Ikki dunyoni saodati, mo'jiza marhamatlari siz bizga mukofotlar bo'lg'ay. Biz haq rizoligi yo'lida hammamizni haq sevib yaratganligi uchun ham sevamiz. Shuning uchun ham bizni mehr bilan yaratgan Allohga hamd sano shukronalar aytib, haqni rizoligi yo'lida siz bizga ikki dunyoni saodati, mukofoti, ezguliklari, o'zaro mehr oqibat rishtalari, haqning mo'jiza marhamatlari muborak bo'lsin deymiz azizlarim. Mehr Dilnavo, Mehr Niso begimdan eng qutlug' tilaklarim muborak sizga, o'zimizga ham. Kirib kelayotgan yangi yillar siz bizga 18,000 olam ahliga muborak bo'lg'ay azizlarim. Inshaalloh, mashalloh, alhamdulillah, Allohimizga hamd va sanolar bo'lsin. Cheksiz va chegarasiz, behad va beadad darajada azizlarim.